Sizga Incruises kompaniyasini tanishtirishim uchun vaqt ajratganingizga xursandman. Ismi sharifim Michael Hutchison va men Incruises kompaniyasi asoschisi va bosh direktorman. Balki bu savollar sizga qiziqtirayotgandir. Maqsadimiz nima? Nimaga ishonamiz? Nega hozirgi faoliyatimiz bilan shug'ullanamiz? Sizga buni nima qizig'i bor? Biznes modelimizni negizi soluvchi va biznesimizda muvaffaqiyatga qozonishga istagan taqdiringizda siz amal qilishga kerak bo'lgan asosiy 5 ta ishonchlarimiz bilan o'rtoqlashmoqchiman. Bular quyidagilar. Biz har bir inson cho'ntagi ko'taradigan va kredit kartalar orqali to'lanmaydigan yoqimli ta'tilga bora olish kerak deb hisoblaymiz. Hozirgi ta'tilga borishni aksariyati odamlarning qurbi yetmaydi. Shu sababli ular shunchaki ta'tilda o'z uylarida qoladilar yoki kredit kartasidan foydalanishga majbur bo'ladilar. Aksariyat kishilar ana shunday kreditlarni o'z vaqtida to'lab qutuladilar deb o'ylaysizmi? Yo'q, bunday emas. Shunday qilib, ular to'lovni kechiktiradilar. Foiz to'lovlari ham oshib ketadi. Biz bu muammoni bartaraf qilishga qaror qildik. Biz barcha kishilarni yaxshi hayot kechirishga, tez-tez ta'tilga dam olgani borishga munosib ekanliklariga ishonamiz va biz bu imkoniyatni dunyo bo'ylab millionlab kishilarga yaratib berishni yo'lga qo'ymoqdamiz. Shuningdek, biz kishilar dunyoni ko'rishni xohlashi va ko'rish kerak deb hisoblaymiz. Ko'pchilik o'zlari yashayotgan olam va uning ajoyib go'shalarini ko'rishni orzu qiladilar. Ta'assufki, aksariyat kishilar uchun bu orzular armon bo'lib qolaveradi. Biz bunday bo'lish kerak deb hisoblamaymiz va bu imkoniyatni dunyo bo'ylab millionlab kishilarga yaratib berishga yo'lga qo'ymoqdamiz. Hayot juda qisqa va undan to'liq bahra olib yashash kerakligiga ham ishonamiz. Ko'ryapsizmi? Biz faqat hayot qisqaligini aytib o'tdik va shu qisqa davrni shodlik ichida o'tkazishimiz kerak. Buni haqiqatligini siz ham tan olasizmi? O'zim uchun bu shaxsiy masala. Men farzandlarimga 7 dengiz osha birga sayohat qilishni va dunyo kezib birga xursandchilik qilishni va'da berganman. Yaxshi ota sifatida men farzandlarimga bergan bu va'damni bajaraman. Men oilam va butun dunyodagi hamkor va a'zo bo'lgan yuzlab do'stlarimiz bilan Italiyaning Venetsiyadagi Adriatika dengizi va Yunoniston orollari bo'ylab sayohatga ketayotganimda o'zimdan yo'q xursandman. Dengiz sayohati menga, oilam va ayniqsa bolalarimni yiliga bir necha marta to'plashimga imkon beradi. Xullas, biz bu yerda juda qisqa vaqt o'tkazishimni bilaman. Shunday ekan, uni hammamiz esda qolarli o'tkazishga harakat qilishimiz kerak. O'ynab kulish, hayotdan to'liq bahra olish uchun fikrimga qo'shilasizmi? Biz aksariyatda kishilarning erkin va moliyaviy jihatdan mustaqil bo'lishini xohlashlariga ishonamiz. Erkinlik Xudo odamzodga bergan haq-huquq ekanligini ham tan olamiz. Erkinlikni bir marta yurakdan his qilgan odam uni hech qachon unutmaydi. Vazifamiz ajoyib biznes imkoniyat taklif qilish orqali boshqalarga moliyaviy jihatda yordam berish. Bu esa sizga ishonchli qoldiq asosida yaxshi pul ishlashga imkon beradigan va hayotingizga bir umrga katta erkinlik olib kelish mumkin. Biz haqiqiy erkinlik va to'liq moliyaviy mustaqillikka erishishning eng yaxshi usullaridan birini taklif qilamiz deb hisoblaymiz. Bizning dalil vazifa sohamizda $1 milliard